Jigarni yog' bosishi yoki yog'li gepatoz deb ataluvchi ushbu kasallik hozirgi vaqtda juda ham ko'pchilikda mavjud. Ayniqsa bu yoshlar orasida keng tarqaladigan muammolardan biri bo'lib turibdi. Jigarni yog'dan tozalash bo'yicha ushbu videoda 3 xil noodatiy usul haqida aytib o'taman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni maslahat beraman. Asosiy mavzuga o'tishdan oldin jigar o'zi nimaligi haqida bilib olishingiz shart. Jigar bu tanadagi eng katta bez hisoblanadi. Endokrin va egzokrin qismlardan tashkil topgan bo'lib, jigar o'zidan juda ham ko'p miqdorda aktiv moddalar va oqsillar ishlab chiqaruvchi asosiy organ hisoblanadi. Agar jigarda qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, bu holat tanada birinchi belgilar bilan kechadigan bo'ladi. Jigarning asosiy vazifasi boshqozon-ichak sistemasiga tushgan oziq moddalarni hammasini o'zlashtirish va kerak bo'ladigan oziq moddalar organizmga qon orqali o'tkazilishi, keraksiz bo'lgan mahsulotlar esa tashqariga o't yo'llari orqali tashqariga chiqarib yuboriladi va bu holat jigarning asosiy o'zini ish funksiyalaridan biri hisoblanadi. Agar jigarda qandaydir muammolar bo'ladigan bo'lsa, bu holat keyinchalik tana bo'ylab qandaydir belgilar bilan kechadigan holat hisoblanadi. Bundan tashqari jigarning asosiy funksiyalaridan biri bu detoksikatsiya. Ya'ni organizmga tushadigan har xil turdagi toksinlar, zaharli moddalar. Bularga juda ham ko'p misollar keltirilishi mumkin. Og'iz orqali kiradigan juda ham ko'p miqdordagi zaharli moddalarni jigar o'zida detoksikatsiya, ya'ni zahardan yo'qotish, organizmni zahardan tozalash bo'yicha jigar javobgar organ hisoblanadi. Agar jigar orqali o'ta ko'p miqdorda toksinlar o'tadigan bo'lsa, ya'ni zaharli moddalar o'tadigan bo'lsa, jigar o'zini o'zi himoya qilish maqsadida atrofni yog' bilan qoplashni boshlaydi. Gepatoz aynan shunga o'xshash jarayon hisoblanadi. Gepatoz bu jigar hujayralari, ya'ni gepatositlarning metabolik o'zgarishi hisoblanadi. Jigar hujayralari atrofida yoki ichki qismida yog' qavat hosil bo'lishi bu jigarni alohida o'zini himoya qiluvchi reaksiya hisoblanadi. Chunki jigar bu parenximatoz organ hisoblanadi. Jigar hech qanday og'riqni sezmaydi. Agar qandaydir toksin jigar hujayralariga ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, bu holatda hech qanday og'riqsiz kechadigan jarayon hisoblanadi. Lekin jigarning o'zida strukturasida o'zgarishlar kechadigan bo'ladi. Aynan shu o'zgarishlar bu gepatoz deb ataladi. Ya'ni yog'li gepatoz diagnozi ko'pchiligingiz bilishingiz mumkin bo'lgan diagnoz hisoblanadi. Chunki oddiy UZI tekshiruvida jigar UZIsini ko'radigan bo'lsa, yog'li gepatoz diagnozi bemorga qo'yilgan bo'lishi mumkin. UZI tekshiruvida jigar hajmi kengaygan deb baholanadigan bo'lsa, birinchi o'rinda vrach xayoliga keladigan holat bu jigarni yog' bosgan degan tushunchaga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu holatda jigarni yog' bosishi jarayoni hammada har xil kechadi. Ba'zi insonlarda alkogol hisobiga jigarni yog' bosish holatlari juda ham ko'p uchraydi. Lekin ba'zi insonlarda bo'ladi, ovqatlanish bilan bog'liq bo'lgan holatda ham xuddi shunday jigarni yog' bosish jarayoni juda ham tez kechadigan holat hisoblanadi. Ayniqsa vazn bilan birga kechadigan jarayonlar bu jigarni yog' bosishiga bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi. Lekin siz hayron bo'lishingiz mumkin. Ozg'in insonlarda yog'li gepatozning 3-darajalari ham aniqlanishi mumkin. Bu holat nafaqat vazn bilan bog'liq ekanligi haqida aniq ma'lumot berishi mumkin. Balki siz iste'mol qilishingiz mumkin bo'lgan ba'zi mahsulotlar tarkibida ham jigar uchun zarar keltiruvchi alohida mahsulotlar bo'ladi. Bularga eng birinchi misol bular uglevodlar hisoblanadi. Tez hazm bo'luvchi uglevodlar jigar orqali metabolizmga o'tadigan vaqtda o'zidan zaharli moddalar ishlab chiqarish natijasida jigar zaharlanishi vujudga keladi va bu holat jigarni o'zini o'zi himoya qilish maqsadida yog'li gepatoz holatiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bunda bemorda boshlang'ich etapda yog'li gepatozda birinchi asosiy belgilardan biri bu holsizlik. Doimiy uyquchan bo'lib yurish. Kunduzi ayniqsa kunning ikkinchi yarmida uyquchan bo'lib qolishi, uyquga tortish holatlari va energiya defitsiti vujudga kelishi ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Va keyingi etapda esa bemorda qo'shimchasiga hazm sistemasida muammolar kelib chiqishi ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Agar bemorda jigar yog'li gepatoz jarayoni kechadigan bo'lsa, bu holatda o't qopida katta ehtimol bilan 90% bemorlarda dimlanish jarayoni kechadigan bo'ladi. O't qopi dimlanishi bu yog'li gepatoz bilan parallel ravishda kechadigan kasalliklardan biri hisoblanadi. Agar jigarni yog'dan tozalash imkoni bo'ladigan bo'lsa, birinchi navbatda jigarni yog'dan tozalash o't qopini sirkulyatsiyasini yaxshilash bilan birga kechadigan jarayon hisoblanadi. Chunki jigarni asosiy krani bu o't qopi hisoblanadi. Agar o't qopi yetarli miqdorda ishlamaydigan bo'lsa, o'zini funksiyasini to'liq bajarmaydigan bo'lsa, yog'li gepatoz bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar doimiy saqlanib qolish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Yog'li gepatozga sabab bo'luvchi asosiy faktorlarni aytib o'tdim. Birinchi navbatda alkogol hisobiga va ovqatlanish hisobiga kelib chiqadigan holatlar deb aytib o'tdim. Lekin bundan tashqari yog'li gepatozga sabab bo'luvchi eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bu qandli diabet hisoblanadi.
Agar qonday qand miqdori yuqori bo'ladigan bo'lsa, bu insulinga rezistentlik jarayoni bilan birga kechgan bo'lsa, bu holat ham xuddi shunday jigarning yog' bosishi bilan bog'liq bo'lgan holat hisoblanadi. Jigarning yog' bosishi bu holatda juda ham tezlashadi va qandli diabeti bor insonlar agar UZI tekshiruvga tushadigan bo'lsa, e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, yog'li gepatozni 2-darajasidan yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatib turgan bo'ladi va jigarning har bir bo'lagida juda ham katta hosilalar, ya'ni o'sha juda ham katta bo'lgan hajmdagi kattalashish jarayoni vujudga kelgan bo'ladi. Bu holat yog'li gepatozda insulin rezistentность bilan birga kechgan jarayon hisoblanadi. Yog'li gepatoz bilan birga kechadigan o't qopidagi dimlanish jarayonlari bu keyinchalik organizm uchun kerak bo'ladigan yog'da eruvchi vitaminlar, vitamin A, D, E, K vitaminlarini so'rilishini kamaytiruvchi holatlardan biri hisoblanadi. Bu holat esa o'sha organizmda yuqorida aytib o'tilgan holsizlik va uyquchanlik bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarga chambarchas bog'liq jarayon hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek bir-biriga bog'liq bo'lgan bu zanjir aynan shu yog'li gepatoz va o't qopidagi dimlanish jarayonlari bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq jarayon hisoblanadi. Agar sizda ham yuqorida aytib o'tilgan shikoyatlar kelib chiqqan bo'lsa, albatta jigaringizni yoki o't qopingizni UZI tekshiruvdan o'tishingizni maslahat bergan bo'lardim. Chunki sizda ham jigarda yog' bosishi va o't qopida dimlanish jarayonlari bo'lish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Endi esa mavzuning asosiy qismiga o'tamiz, jigarni yog'dan tozalash bo'yicha. Ko'pchilik jigarni yog'dan tozalashda ko'pchilik xayolga keladigan holatlardan biri bu hozirgi vaqtda eng ko'p qo'llaniladigan har xil turdagi dietalar. Har xil turdagi dietalardan foydalangan holatda o'sha yog'larni kam iste'mol qilish, yog'li mahsulotlarni to'liq organizmdan chiqazib tashlash va har xil turdagi o'sha go'sht mahsulotlarini yo'qotish bu jigarni yog'dan tozalashga yordam beradi deb aytib o'tishadi. Lekin bu hozirgi paytda o'zini isbotini topmagan jarayonlardan biri hisoblanadi va aynan shu siz yog'li ovqatlarni to'liq organizmdan chiqarib tashlaydigan bo'lsangiz, ratsiondan chiqarib tashlaydigan bo'lsangiz, bu holat yog'li gepatoz jarayonini keyinchalik sirroz jarayoniga o'tish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Yog'li gepatoz jarayoni 1936-yilda eng ko'p ilmiy izlanishlardan keyin o'ylangan asosiy birinchi o'rinda kerak bo'ladigan moddalarni sanab o'tilgan. Jigar uchun kerak bo'ladigan asosiy moddalar bular metionin va xolin hisoblanadi. Agar sizning ratsioningizda ushbu aminokislotalar bo'lmaydigan bo'lsa, bu holat keyinchalik yog'li gepatoz jarayonini yana ham rivojlanish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Metionin va xolin aminokislotalari bular organizmda hosil bo'lmaydigan aminokislotalar hisoblanadi. Bu tashqaridan kirishi kerak bo'lgan aminokislotalardan biri hisoblanadi. Agar siz bu mahsulotlarni ratsioningizda bo'lmaydigan bo'lsa, bu holat keyinchalik sizda yo'q joydan jirovi gepatoz, ya'ni yog'li gepatoz holatini rivojlantirish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Metionindan glutation degan organizm uchun eng katta antioksidant modda hosil bo'ladi. Bu holat keyinchalik xolin bilan ham bog'liq jarayon hisoblanadi. Xolin bu yog'lar parchalanishi uchun kerak bo'ladigan asosiy oziq moddalardan biri hisoblanadi. Aynan shu metionin va xolin moddalari qaysi mahsulotlarda ko'p bo'ladi? Shuni birma-bir ko'rib chiqamiz. Xolin saqlovchi asosiy mahsulotlardan biri bu tuxum sarig'i hisoblanadi. Bundan tashqari jigar va mumkin bo'lgan asosiy har xil turdagi dukkakli mahsulotlar bo'lishi mumkin, yong'oq mahsulotlari bo'lishi mumkin va yer yong'oq bo'lishi mumkin. Bular hammasi o'z tarkibida xolinni juda ham ko'p miqdorda saqlaydi. Va bundan tashqari baliq, ayniqsa dengiz baliqlarida xolin moddasi juda ham ko'p bo'ladi va bu yog'lar erishi uchun kerak bo'ladigan asosiy mahsulotlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari ovsyanka va qizil go'sht tarkibida ham xuddi shunday xolin moddasi o'ta yuqori ko'rsatkichni ko'rsatib turadi. Bu holatda yuqorida sanab o'tilgan mahsulotlar sizning ratsioningizda bo'ladigan bo'lsa, yog'lar erish jarayoni va jigarni yog'dan tozalash ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Metionin saqlovchi mahsulotlar ham xuddi shulardan tashkil topgan bo'ladi. Bular mol yoki qo'y go'shti yoki tovuq go'shtida ham xuddi shunday metionin saqlovchi mahsulot hisoblanadi. Yoki bundan tashqari sut mahsulotlarida ham tarkibida metionin saqlovchi mahsulotlar juda ham ko'p bo'ladi. Bunga sir, brinza yoki bundan tashqari o'sha har xil turdagi tvoroglar, boshqa turdagi sut mahsulotlari xuddi shunday metionin saqlovchi mahsulotlardan biri hisoblanadi. Ushbu yuqorida sanab o'tilgan mahsulotlar agar sizning ratsioningizda bo'ladigan bo'lsa, sizda jigarni yog'dan tozalash ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Ko'pchilikda shunaqa noto'g'ri stereotiplar mavjud. Agar yog'li ovqatlar iste'mol qilmaydigan bo'lsam, jigarimdan yog' tezroq chiqib ketadi deb o'ylashadi. Yo'q, bu to'g'ridan to'g'ri noto'g'ri tushunchalardan biri hisoblanadi. Nega bunday?
Chunki jigarni yog' bosishiga sabab bo'luvchi asosiy mahsulot bu yog' emas. Yog' mahsulotlari qanaqa tur bo'lishidan qat'iy nazar, jigarni yog' bosish ehtimoli unga aloqasi bo'lmaydi. Bu asosan fruktoza bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Fruktoza o'z nomidan kelib chiqqan holatda fruktoza bu meva degani, mevalar tarkibiga kiruvchi uglevodlar jigarni yog' bosish ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Shuning uchun yosh katta insonlarda jigarni yog'dan tozalash uchun birinchi navbatda kerak bo'ladigan holatlardan biri bu ma'lum bir muddatga mevalarni cheklash hisoblanadi. Mevalar cheklangandan keyin, organizmga fruktoza kirmagandan keyin kerakli mahsulotlar, yuqorida sanab o'tilgan metionin va xolin moddalari organizmga kiradigan bo'lsa, jigarni yog'dan tozalash juda ham tez bo'ladi va bunaqa paytda qo'shimcha davo chorasi sifatida juda ham tez kechadigan jigarni yog'dan tozalash jarayoni hisoblanadi. Yuqorida sanab o'tilgan 3 xil davo chorasi, ya'ni birinchisi bu fruktozani to'g'ridan-to'g'ri cheklash, ya'ni mevalar iste'molini kamaytirish. Yuqorida sanab o'tilgan mahsulotlar xolin va metionin saqlovchi mahsulotlar ratsionda to'liq bo'lishi va o't haydovchi preparatlardan foydalangan holatda bu holatni jigarni yog'dan tozalash juda ham tez bo'ladi va effektiv jarayon hisoblanadi. Va o'zingizda kechadigan energiya almashinuviga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatgan bo'lasiz. Agar jigar yog'dan tozalangan bo'lsa, bu jarayon 2 oydan 3 oygacha davom etishi mumkin. Bu holatda har kuni kundan kunga energiyaga to'yinish jarayoni kechadi va o'sha odam o'zini o'zi har kuni energiyani his qilishni boshlaydi. Ya'ni kuchiga kuch qo'shiladi va bu inson o'sha doimiy o'sha 5 soat uyqu bilan yashaydigan bo'lsa ham, bu insonda uyquga tortish jarayoni bo'lmaydi. Va bu inson sog'lom turmush tarziga amal qilgan holatda to'g'ri yashashni davom ettirish kerak bo'ladi. Yuqorida sanab o'tirgan holatlar bu jigarni tozalash haqida edi. Bugungi video shulardan iborat edi. Agar sizga video foydali bo'lgan bo'lsa, like qo'yishni unutmang. Savollar bo'ladigan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Eng ko'p berilgan bir xil savoldan kelib chiqqan holatda biz keyingi videoni ishlab chiqishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling.